Endi rejaga ko'ra shifokor tavsiyalari bilan tanishamiz. Bir hafta oldin ishxonamizda kuchli stress holati bo'lgan edi. Hozirda holsizlanib, tez suv ichyapman, chanqayapman. Glyukometrda o'lchasam, sahrim 6.2 chiqdi. Onamda qandli diabet kasalligi bor. Menda ham bu kasallik boshlanganmi? Agarda naslda qandli diabet kasalligi bor bo'lsa, demak sizda ham stress holatlaridan keyin diabet paydo bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Agarda holsizlik, ko'p siyish, chanqash hamda doimiy yotoqchilash holatlari uchrayotgan bo'lsa, qondagi qandni tekshirish zarur. Lekin uy sharoitida glyukometrda tekshirilgan qondagi qand har doim ham aniq hisoblanmaydi. 6.2 yoki 6.5 chiqdi degani bu siz diabet bo'lib qoldingiz degani emas. Qondagi qand normada 3.3 dan 5.5 gacha bo'lishi kerak. Agarda ovqatlangandan keyin o'lchanayotgan bo'lsa, 708 gacha norma hisoblanadi va siz qandli diabet bo'lib qoldingizmi yoki yo'qmi bilish uchun oilaviy poliklinikalarga yoki laboratoriyalarga murojaat qilib, laborator holatda qondagi qandni tekshirish kerak bo'ladi. Agarda baland bo'lsa, unda endokrinolog shifokori tomonidan sizga davo muolajalari yozib beriladi va yana bir narsani eslatib o'tishni lozim topdim. Qandli diabet oldi holati bor. Masalan, agar sizda tana vazni juda ham baland bo'lsa, agar siz doim stress bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizda diabet oldi holati bo'lishi mumkin. Bu degani ertalabki qondagi qandni oshishi, ya'ni 6.1 gacha ko'tarilishi mumkin. Agarda ovqatdan keyin topshirganingizda 708 dan baland bo'lish ehtimoli bor va bu diabet oldi holati deyiladi. Agar diabet oldi holatida bemorlar vaqtida aniqlab davolanishsa, diabetga o'tib ketmasdan undan tuzalish ehtimoli baland. Shuning uchun 40 yoshdan oshgan har bir inson, stress ishda ishlaydigan har bir inson yilda bir marotaba bo'lsa ham qondagi qandni tekshirib turishlari to'g'ri bo'ladi. Shunda siz diabet holatini oldini olgan bo'lasiz.